Assalomu alaykum, hurmatli TV a'zolari, YouTube tomoshabinlari, azizlar, bugungi videomizda o'sha Abdusofga g'isht so'ragan aka-ukalarimiz uchun yana video qilishga keldik. Qashqadaryo viloyati Kasb tuman Kasb qishlog'ida ushbu zakas ikkita uchastka terilyapti. Shu nasib bo'lsa o'sha hozir 2 kun oldin chiqargan shu uchastkamizda ham to'liq variantlarni ko'rsatib o'tamiz. Hozir narx-navolari qanday, o'sha qayerda g'ishi, qanday terilyapti, 2025-yil hammasi haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Undan avval kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Laykdan chiqmasin, fikrlarni kutamiz. Azizlar, hozir ikkita uchastka boshlangan. Mana devorimiz o'sha xomg'ishdan terilgan, chap tomonda, mana o'ng tomonda shilaka blokdan terilgan. Ayrim joylarga o'sha poxta devorlarga ham variantlarni ko'rsatyapmiz, qanday teriladi. Bu joyimiz 32 metr, o'sha ikkita uchastka hozir ko'rsatib o'tamiz. Ko'p kishi mana shu g'ishtni orqasiga nima bo'ladi deb savol berishadi. Mana shunday mix qoqib, simirab ketishadi, o'sha sviyaz kontakt bo'lish uchun. Mana bu o'sha quyiladigan rastvor bilan ikkovini g'ishtni orasidagi kontakt vazifasini bajaradi. Buni e'tibor berasizlar. Bu Samarqand g'ishti ekan. Bu uygacha kelishi hozir donaga bu bitta donasi 1700 so'mga o'sha Qashqadaryo uygacha o'sha yetkazib berish bilan hisoblanar ekan. Mana shu ishimiz. Bu gul o'sha ruchnoy ochilgan, mana stanoy bilan har bittasi ishlov berib chiqiladi. Xuddi o'zini stanoy bilan ochib chiqilgan har bittasi mana ruchnoy qilingan hammasi. Ya'ni qo'l mehnat. Hozir kunda o'sha narx-navolarni aytib o'tishdi. 140 mingdan 160 minggacha o'sha narxlari belgilanar ekan. O'tgan yil 130 mingdan o'sha terilgan ekan. Hozir 140 ming narx-navoga qarab o'sha 10 ming so'm narxi o'zgargan. Hozir 32 metr ga 3,5 metr balandligi to'liq shu uchastka boshlangan. Nasib bo'lsa o'sha tugagan jarayonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Buni har biri e'tibor beringlar, shovlari hammasi liniyasi bir xil. Mana bu gullarimizga ham e'tibor berasizlar. Har bittasi chizib o'sha ruchnoy qilinadi. Endi 160 minglik, 150 minglik variantlar o'sha qiyin fasonlar tanlanadi. O'shaning uchun shunaqa narx qilingan. Ya'ni 140 mingdan 160 minggacha terish ekan. Mana baho berasizlar. Hozir atkos o'sha terish jarayonlari ham davom etib ketyapti. Bu devorimiz xomg'ish, narxisi shilaka blokdan terilgan ekan. Paxsa devor hammasiga o'sha tersa bo'laveradi. Mana bunday mix urib, sim tepadan atvis tashlangan o'sha yordamida ikkita uchastkaning liniyasini bitta qilib terilyapti. Azizlar, kimda qanaqa savol takliflar bo'lsa, buni yozaverasizlar. Nasib bo'lsa, mana ustalarimiz boshlashdi, o'sha tugash jarayonlarini ham kelib syomka qilib ketamiz. Mana o'rta qismi bitta o'sha stoyga tushyapti, mana. Ikkita uchastka terilyapti. Qashqadaryo viloyati Kasb tumani Kasb qishlog'ida ushbu zakas. Yana bir bor aytib o'tib ketamiz. 32 metrga 3,5 metr o'sha bo'lgan joy. Ikkita uchastka. 140 mingdan mana shu fason terib berishyapti ekan. 2025-yil narxlar shunday bo'ladi. Samarqand g'isht. 2 kun oldin chiqargan videomiz ham Samarqand g'isht edi. Savollar bo'lsa yozaveringlar, bemalol usta raqamini ham qo'yamiz, nasib bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qashqadaryo bo'ylab xizmat ko'rsatishadi faqat. Sababi 6 oy 1 yillab o'sha zakas olinadi. O'tgan yil zakaslar ham teriladi. O'sha hisobga olasizlar. Birdan srochniga o'sha vaqt bo'lmaydi. Sezon boshlandi, nasib bo'lsa yo'q videolarni chiqarib boraveramiz, qo'llab-quvvatlab tursangizlar, hamma o'sha narx-navolari hammasini aytib boraveramiz. Instagram, Telegram, YouTube'da Hunarmand TV sizlar chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar, xursand bo'lamiz. Hali rashk jarayonlari bo'lmagan, hozir g'isht terib tozalab ketishyapti. O'sha nasib bo'lsa tugagandan keyin ham bitta o'sha obzorini chiqaramiz. Mana atkoslar yonboshiga ham o'sha Abdusofgan o'zidan chiqarib ketiladi. Tepa qismiga ugolni qo'yiladi. Eng tepa qismi.
Mana bitonni oldiga ugonli qo'yib terib o'tib ketdilar. Mana hozir atkos terilgan joylarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu ikkita uyning o'rta qismi ekan mana. Mana shunday sim mix urib, o'sha rastvor bilan kontakt bo'lish uchun, ushlash uchun qo'yib ketdilar. Hech qanday tirishina yorib bo'lmaydi. Agar beton yorilsa, yorilishi mumkin. Absolutni o'ziga orasida joy bor, sababi mana bunaqa narsa bo'lmaydi, nasib bo'lsa. Ko'p yildan beri terishadi ustalar. Mana bu ham ruchnoy qilingan, har bittasi chizib, o'lchab qilingan. Vaqt talab qiladi bu ham, mana ko'rib turibsizlar. Atkos jarayonlari boshlangan mana. Atkos ana shunday ko'rinishda bular ko'p kishi qiziqyapti. Pastki qismiga marmar qo'ydirsa ham bo'ladi, u variant ham bor. Keyin mana bunday tunikadan qayirib qo'yib ketsa ham bo'laveradi. Variant juda ham ko'p. Ayrim joylar kafil ko'rganmiz, ayrim joylar bitta marmarni o'zidan kesib qo'yiladi. Bu joyga mana tunika qo'yib ketishyapti ustalar. Hammasini o'lchab, o'sha derazalarni ham tag qismini bir xil qilib, padagonli tekislab ketiladi. Samarqand g'ish. Pastki qismi ham o'sha rastor ishlaydi. Mana bu tomon litsa bor. 1700 so'mdan donaga o'sha Qashqadaryogacha donaga uygacha kelgan, donasi 1700. Hammaga omad, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat barchaga. Kuzatib boring. Buni 1 kvadrat metriga 76 dona shu mana shu g'ishtdan ishlatilgan ekan. So'raganlar uchun ma'lumot. Ko'p kishi savol berishadi. Mana shu birga bir joyiga, birga bir bo'lsa, masalan, 76 dona o'sha g'isht terilgan. Hammasi did bilan ishlangan. E'tibor bering liniyalarga, hammasi chotki. Hammaga omad, topganlarga Alloh baraka bersin. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar. Mana qisqacha obzor qildik, nasib bo'lsa yaqin kunlarda bitgan variantini ham to'liq chiqaramiz, kuzatib boringlar. 32 3,5 ikkita uchastka terilyapti. Ushbu zakaz Qashqadaryodan. Telegram gruppalarimizni ham qo'yib qo'yamiz, o'tib qo'yinglar. Shu bemalol ustalar bor yoki savol takliflar bo'lsa yozaverasizlar. Shu описаниеda yozib qo'yamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Musofirdan kuzatayotgan aka-ukalarimiz kuch-quvvat sog'lik tilaymiz. Reklama ham qabul qilamiz. MDF patolog, Aboy, Natijnoy shu 12 ta viloyatda reklama ham qabul qilib, reklama qilib beramiz. Instagram, Telegram, YouTube'da yozaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.